Qizlar bir xil ozoda ozibsizmi deb yozishibdi. Bir xillarga bilinmayotgandir, chunki kamera semiz ko'rsatadi. Rostdan ozmanman. Bu haqiqat. 73 kilodan 68 ga tushdim bir haftada. Shunaqangi o'zimda o'qigan o'quvchimlar shunaqangi haqiqiy olma sirkasi qiladilar. O'shaning uchun mana shuncha ichdim. Har kun 2 mahaldan ertalab ochiqoringa, kechqurun keyin uxlashdan oldin yarim stakan ilig'dan issiqroq suvga 1 osh qoshiq solib ichyoman. Вообще zo'r rezultatini ko'ryapman. Sразу vес tashladim. Nimaga? Chunki meni vesim qotib qolgan edi, yurmayotgan edi-da 70 dan. Keyin yurib ketdi. U ham bo'lsa pastga emasdi, ko'p yeganimda 73 ga chiqib ketdim. Qizlar, prekin вообще semirib ketdim. Yana o'zimga qaytaman. Mamitlarim, hamyonlarim, ishlarim ketdi. 73 dan 68 ga tushdim. Endi faqat gram ketyapti. Har kun 10 gram, 20 gram mana kam ketyapti, lekin ketyapti-da.